Davoymi? Mana bu bo'yim 182 sm. Biz lekin yaqinda to'y bo'ladigan bir akamizga mana shunaqa yotoqxona komplet qilib berganmiz. Bu hammasi buyurtma asosida bo'lgan. Shkaf balandligi 1.60, toshoyna balandligi 1.40 sm. Mana bu spanligimizning uzunligi 1.5 metr, eniga 1.40 bo'lib ishlangan. Ajoyib dizayn, yangi sifatda, yangi materiallarda ishlangan. Dizayniga e'tibor bering. Bu narsa standartli emas, yo'q bozordagi narsa emas. To'g'ri aytgan bo'lsam, buyurtma asosida lichniy mijozimiz uchun qilib berganmiz bu narsani. Sizga bu mijozimiz taniysiz, sizga tanish bu. Vaynlarda chiqib keladilar. Bo'ylarini santimetr, uzunligi 1.10 sm. Endi yotoqxona komplektga kelamiz. Lichniy ishlangan, ajoyib tosh oynasi, e'tibor bering, tosh oynaga juda go'zal bo'lgan bu narsa. Keyin buyurtma asosida ishlangan yana bir shkafimiz, dizaynlari juda ajoyib. Qulaylikka keladigan bo'lsak, mana bu kiyimlarni ilishlar uchun, oyoq kiyimlari uchun tepalari polkali bo'lgan. Mana bunaqa sifatli mexanizmlarda. Bu tomonga keladigan bo'lsa, ikki etajli veshilka, bu yerga ham oyoq kiyim taxlaydiganlari bor. Ranglar kombinatsiyasi juda ajoyib bo'lgan. Asosiysi aytaman men sizga, mana bu spanliz. Spanli bizga juda ko'p narsa kerak bo'ladi. Spanlimiz uzunligi 1.50, eniga 1.40 sm. Paralon machalkali bo'lgan matroslari juda qalin, 22 plotnos paralon ishlatganmiz. Ustida to'sh etash bemalol yotsalar bo'ladi. Narxi ham juda budjetniy bo'lgan, sifati ham juda yuqori bo'lgan. Bu komplektimizni o'ylab ko'ring, narxi necha pul bo'lishi mumkin? Agarda sizga mana shunaqa sifatli yotoqxona komplektlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Mazal Mebel har doim ishonchli.